Katta oming aka, katta oming. Alloh hadis qudsiyda va'da bergan. Kim o'zini katta olsa, men uni sindiraman degan Alloh. Alloh xor qilib qo'yadi. Zo'ravonlik qilmang. Ichimizda mabodo jismonan baquvvat yo bitta sportga qatnashgan bolalar, to'g'ri. Tan olamiz, siz sportsmensizda. Xo'p, sportsmen bo'lganingiz bilan bitta duradgor qilgan ishni qila olmaysizmi? Chunki siz duradgor emassizda. Siz xo'p qanaqadir himmat qildingiz, sportsmen bo'ldingiz deylik. U aniq urib qo'yishingiz. Bu hozir men sizga yo'liqmagan bo'lsam ham, siz bilan urushmagan bo'lsam ham, siz urib qo'yasiz, siz sportsmensizda. Bu degani sportsmen degani o'zini ishini qilaversa, urib yoraversin. Sport nima degani o'zi? Sport sog'liq garovi degani. Sog'liq uchun trenirovka qilish bu vojib. Sog'liq uchun trenirovka qilish bu ibodat. Lekin zo'ravonlik uchun, olib tashlik uchun, zulm uchun qilingan trenirovka bu harom.